Qadrli do'stlar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Demak, bu Premiere Pro kursi edi. Biz bu darsimizda multikamera, ya'ni sizda bitta podkast bo'ladimi, to'y bo'ladimi, birorta 5-6 ta kamera bittada syomka qilib kelingan joy bo'ladigan bo'lsa, shuni Premiere Proda multikamera orqali montaj qilishni ko'rib chiqamiz. Shu bilan birgalikda biz audiolarni sinxronlash uchun, ya'ni kameralarni ustma-ust qo'yib olish uchun Pluralize degan programmadan foydalanamiz va shu bilan birgalikda dars oxirrog'ida audio bilan ham ishlashni salgina ko'rib, takrorlab, yangi narsalarni o'rganib chiqamiz. Siz hozir qiladigan ishingiz mana Telegram kanalimga o'tasiz va Pluralize kechirib qolasiz. Bu programma bizga Premiere Proga qo'shimcha programma bo'ladi. Praktika qilish uchun 9-dars uchun faylda degan ikkita arxivni skechirib qolasiz va ularni ikkalasini ochib olasiz. Biz o'zimizga kerakli programmani ochdik va 9-dars uchun fayllarni ham ochib olamiz. Endigi qiladigan ishimiz, keling biz Pluralize ustanovka qilamiz. Kompyuterimizga ichiga kiramiz. 2023-yil versiyasi Maxon App birinchi ustanovka qilamiz. Ustanovka qilish jarayonida sizga antivirusingizni o'chirib qo'yishni maslahat beraman. Windows 11 ga ham tushadi mana. Ustanovka qilib tashlayverasiz. Bu unaqa ko'p joy olmaydi C diskingizdan. Va bizda Maxon App ustanovka bo'ldi. Bu yoqda Pluralize dan boshqa narsalarni ham sizga taklif qiladi. Bu shart emas bizga hozircha. O'sha Maxon App ichiga endi Pluralize ustanovka qilamiz. Pluralize ga kirasiz va install bosasiz. Oddiy, oson hammasi. Ustanovka bo'ldi. Endi o'shani aktivatsiya qilib qo'yish uchun, tekin ishlatishimiz uchun Radgaint Activation servisidan foydalanamiz, ya'ni Unlockerdan. Запустить bosamiz, install bosamiz bunda ham. Aktivatsiya ham bo'ldi. Biz o'sha programmani puskdan izlab topamiz. Отправить qilamiz, рабочий stolga создать ярлык qilib qo'yamiz, programmani ishlatsak bo'ladi. Ana endi biz 9-dars uchun fayllar degan papkani ochamiz. Ichida mana ko'rib turganingizdek birinchi kamera, ikkinchi kamera, uchinchi kamera joylashgan. Mana shuni montaj qilamiz biz birgalikda. Buni montajini boshlashimiz uchun keling biz oldingi darslarimiz ozgina takrorlagandek bu papkani nomini keling исходник deb o'zgartiramizda, uni ichida bo'lsa mana bu kameralar bo'ladi va tashqarisiga mix deb yozamiz va shu papkani ichiga bitta anaqa ochib olaylik. Proyekt ochamiz. 9-dars deymiz buni. Ha, saqlangiz. Create qilamiz. Pluralize dan foydalanmagan holatda o'sha исходник materiallarni tashlab ko'ramiz. Ya'ni birinchi kamerani yangi sekvensga ochamiz, ikkinchi kamera va uchinchi kamerani tashlab olamiz. Shu sekvens ichiga. Ketma-ket tashladik, lekin bir paytda o'zida mana bu holatda turgan kadrni, boshqa kameradagi kadrni ruchnoy qo'yib chiqishimiz kerak. Ya'ni o'zimiz. Biz nima qilamiz? Misol uchun mana bu birinchi kadrni olamizda, endi bir paytda start stop qilinganda anaqa kamera. Bunaqa qilib ovozidan biz o'zimiz ruchnoy izlashimiz kerak. Demak, bu yerda Ko'rasizmi? demak, bu yerda hozir multikamerani o'rganish uchun Aynan multikamerani o'rganish uchun syomka qilingan bu. Ko'rib turganingizdek juda ham ko'p vaqt oladi. Bunaqa qo'yib top chiqish. Keling biz bu materiallarni o'chiramiz-da hammasini. Pluralize ochamiz va nihoyat. Pluralize ochamiz. Bizga bu Pluralize nima qilib beradi? O'sha bizga sekvens yasab beradi. 2-3 ta kamerani ustma-ust qo'yib oldik-ku hammasini. Bu avtomatik tarzda taxlab beradi. Demak, kameralarni birin-ketin tashlaymiz. Birinchi kamera, ikkinchi kamera va uchinchi kamera, to'g'rimi? Bu programma endi o'sha ovozlarini sinxronizatsiya qilish uchun o'qiyapti, o'zini desibel baland-pastliklarini va ohanglarni o'qiydi va o'sha chastotalarda bir-biriga mos chastotalarni topib, bir-biriga ustma-ust qo'yib beradi. Shuni oqibatida biz bemalol multikameradan foydalanib ishlashimiz mumkin. Demak, bizda kameralarni mana ko'rib turganingizdek 20 ta klip topildi deyapti. Bu sinxronizatsiya qilish uchun tayyor. Programmani ishlatib turibdi, to'g'rimi? Ana endi mana bu sinxronizatsiya degan knopka bor o'rtasida. O'shani bosasiz va o'sha kliplarni, ovozi to'g'ri kelgan kliplarni ustma-ust qo'yib beradi. Va bizda mana bizning sekvensimiz tayyor. Hamma fayllarni ustma-ust qo'yib berdi, bir-biriga mos keladigan kameralarni va u aynan ovozidan topdi. Ovozini baland-pastligidan mana ko'rib turganingizdek, mana bu joyda baland bo'lsa, o'sha hamma ohanglariga qarab, desibellariga qarab bir-biriga mos tushadigan kameralarni ustma-ust qo'yib berdi. Bu adashishi mumkin yoki topa olmasligi ham mumkin. Agar ovoz yaxshi eshitilmagan bo'lsa kameraga. Zamedleniy syomka qiladigan bo'lsangiz, ya'ni o'sha slow motionda sekinlashtirilgan kadr syomka qiladigan bo'lsangiz, uni ko'pincha ovozi bo'lmaydi. Ovozi bo'lmagani uchun Pluralize o'qimaydi va uni qizil qilib qo'yadi va sinxronizatsiyadan ham o'tkazmaydi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana birinchi va ikkinchi kameramiz, mana ko'rib turganingizdek yoqiq.
Uchinchi kameramiz misol uchun o'sha paytda o'chgan bo'lishi mumkin. Misol uchun start stop qilinadi-yu, o'chgan bo'lishi mumkin. O'sha holatda o'zidan bilib, ovozlar to'g'ri keladigan joyini bizga taxlab beryapti shunaqa qilib. Pluralize o'zi uchun qulay qilish uchun bitta kamerani, mana kamera 1ni yana bitta doroshka qilib olishi mumkin va uni pastga mana bunaqa qilib tushirib qo'yadi. Demak, biz eksport qilamiz bu timeline'imizni. Timeline'imizning nomi, buni ustiga bossangiz qayerga eksport qilishini belgilasangiz bo'ladi. Biz hozir keling, buni рабочий stolga, ya'ni o'sha ish stoliga eksport qilamiz. Рабочий stolga saqlanib qilamiz. Bu XML fayl bo'ladi. Va mana buni joylashgan joyini pastdan ko'rishingiz mumkin va biz qaysi programmaga eksport qilyapmiz bu yerdan belgilasangiz bo'ladi. Bu nafaqat Premiere Pro bilan ishlaydi, ya'ni boshqa montaj programmasi DaVinci Resolve bilan ham ishlaydi. Va shu bilan birgalikda Vegas Pro bilan ham ishlaydi. Bu uchalasi ham montaj programmasi hisoblanadi. DaVinci ishlatayotgan bo'lsangiz, DaVinciga ham eksport qilsangiz bo'ladi. Biz hozir Premiere Pro ni o'rganayotgandik, shuning uchun Premiere Pro ga eksport qilamiz buni. Eksport qilayotgan sekvensimizning nastroykasi. Color mana birinchida ptichka turibdi-yu, bu yerda o'sha ovozini topa olmagan qizil qilib qo'yar dedim-ku, o'shanga rang berish. Agar buni o'chirib qo'ysangiz, u ham ko'k rangda bo'lib qoladi. Va keyingisi o'sha sinxronizatsiya qilinmagan faylni timeline'ni oxiriga olib borib qo'yamiz deydi. O'sha ovozini topolmagan taqdirda. Agar siz nima qilishni tushunmayotgan bo'lsangiz, mana shunday holatda qoldiring. Birinchisiga ptichka qo'ying va qolgan ikkitasiga ptichkasini olib tashlang. Endi bu uchinchisida nima uchun bizda hozir o'chiq turibdi? Bizda alohida zoom apparati yo'q. Bu zoom apparat alohida ovoz yozish uchun mikrofonlarga ulanadi. Ovoz alohida yozilganda va o'sha zoom apparatdagi mp3 faylni bu yoqqa tashlaganingizda ham bo'lardi. O'shanda mana knopka yoqiq turardi. Hozircha o'chiq tursin. Agar nima qilishni tushunmasangiz, demak buni ham o'chirib qo'ying. Demak buni yoqiq qoldiramiz, buni o'chiq qilamiz, buni ham o'chiq qilamiz. Xuddi shu nastroykada ishlatsangiz, pluralize keyinchalik ham o'zingiz qiynalmaysiz. Demak, eksport qilamiz. Рабочий stolga multikamera. Mana bizda eksport bo'ldi multikamera va uni qayerda joylashganini ham chiqarib beradi. Mana multikamera XML faylimiz va bu yoqdan chiqib ketsak ham bo'ladi. Bizga aytayapti, Pluralize programmasini ham o'zini proyekti bo'ladi. O'sha proyektni o'zi saqlanish qilasanmi yoki yo'qmi deb so'raydi. Bu proyekt saqlanish qilsangiz, bu proyekt faqat Pluralize ochadigan proyekt bo'ladi. Keling, buni ham saqlanish qo'ya qolamiz. Mana рабочий stolga keling, buni ham saqlanish qilamiz. Va uni nomini keling multi deb qo'yaylik. Va рабочий stolga bu P4P degan P4P deganmi anaqa formatda bo'ladi. Keyinchalik balki siz buni DaVinci uchun eksport qilishingiz to'g'ri kelib qolsa, saqlanib qo'yishingiz bo'ladi. Mana uni ochadigan bo'lsangiz, avtomatik tarzda o'sha kelgan joyidan davom ettirish, ya'ni u bir narsasini o'zgartiradigan bo'lsangiz, Pluralize ochib beradi shu proyektni. Keling, mana bu XML faylga qaytamiz. Bu XML faylimizni ham mana shu исходник materiallarni ichiga tiqib qo'yamiz. Yo'qolib ketmasligi uchun. Boyaga proyektimizga qaytamiz. Mixni ochamiz, 9-darsni ochamiz va nihoyat biz endi nima qilamiz? Boyaga mana bu multikamera XML faylimizni bu yoqqa tortamiz va proyekt 9-dars ichiga shuni tashib yuboramiz. Bizda mana bunaqa sekvens ochib beradi, to'g'rimi? Sekvens ichiga kiramiz va mana marhamat. Bizda Pluralize bizga o'sha materiallarni taxlab beradi, ustma tushirib beradi. Qaysi payt qaysi kamera turgan bo'lsa, o'shalarni ustma qo'yib beradi. Bemalol endi multikameraga o'tsak bo'ladi. Ana endi biz nima qilamiz? Biz ko'rib turganingizdek, mana bu yerda orada doroshkalar bo'sh turibdi. Bunaqa bo'lishi kerak emas. Biz multikameraga o'tishimiz uchun doroshkani hozir bizga kadr unchalik muhim emas-da. Mana bu yerdan ham ko'rsangiz bo'ladi kadringizni. Qaysi kadr qaysiga javob berayotgan. Keling, mana buni pastga tushiramiz. 3 ta kamera turibdi ustma-ust. Mana buni pastga tushirayotgan paytingizda ko'rasizmi, mana bu vaqti 0000 bo'lib turish kerak. Agar bunday surib yuborsangiz, ovozlari mana o'zgarib ketib qoladi. Demak, bu yerda hozir multikamera ko'rdingizmi, ovozi surilib ketgan. O'shaning uchun surilib ketmasin deb pastga tushirayotganingizda bunaqa 0 bo'lib turish kerak. Ovozini ham tepaga ko'taramiz. Va tepaga ko'tarayotganingizda 0 bo'lish kerak mana bu vaqti. Demak, bizda uzilgan joylarni izlaymiz. Demak, buni ham pastga tushiramiz. 0 bo'lish kerak hammasi. Bizda hozir 3-kameramiz o'chgan. Endi o'chmagan, endi montajda ataylab shunaqa qilib kesib eksport qilib qo'ydim. Mana bu yerda bo'lsa, bu kameramiz o'chgan, lekin davomidan yana olib ketaveradi bu kamera yongan paytidan. Xo'p, demak, bu fayllarni ham keling doroshka bo'yicha tushirib qo'yaylik pastga. Nartgacha. Pastga tushiramiz. 0 bo'lish kerak. 0 ga e'tibor bering. Agar 0 to'g'ri bo'lib qolsa ham keyin rosa qiynalasiz multikamerada to'g'rilaguncha. Va bizda bularni ham shunaqa qilamiz. 0 bo'lish kerak. E'tibor bering shu joyiga. Endi bizda mana ko'rib turganingizdek, mana 1, 2, 2, 3 doroshkalarni to'ldirib oldik. Kadrlar bilan mana bilan o'chirib qo'yamiz. Keling, materiallar o'zi boshida bo'lish kerak edi, oxiriga o'tib qolibdi.
Hop, ketdi mana. Ana endi multikamera qilishni ko'ramiz. Birinchi multikamera qilishimiz uchun mana shu 3 ta kamerani bitta qilib nest qilib olishimiz kerak. Nest qilish uchun biz nima qilamiz? Bizni kesilgan joyigacha izlaymiz. Mana 3 ta kamera ham mana bu yerga kelganda o'chgan, to'g'rimi? Demak, buni ozgina ajratib olamiz adashmasligimiz uchun. Hammasi o'chgan bo'lishi kerak 3 ta kamerani o'zi ham. Mana. Va mana bunaqa holatiga kelganda buni shunchaki o'tib ketasiz. Chunki mana bu yerda ikkita kamera yoqiq turibdi va 3-chi kameramiz o'chgan bo'lgan taqdirda ham ikkita kameramiz yoqiq turibdi, to'g'rimi? Bunaqa joylardan ham o'tib ketamizda, 3 ta kamera o'chgan joyini izlab topamiz. Shunaqa surib qo'yamiz. Uchalasini ham belgilab turamizda, ustma-ust qo'yib olganimizdan keyin sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz va nest degan mana bunaqa yozuv bor. O'shani nest qilamiz. Va bizda nest nomi bu unchalik muhim emas. Shunchaki o'keyni bosasiz. Va bizda nima bo'ladi? Bizda o'sha 3 ta kamerani bitta qilib oladi. Ana endi buni multikameraga o'tkazishimiz kerak. Sichqonchaning o'ng tugmasini yana bosamizda, keyin multikameraga o'tamiz va enable la bosamiz. Shunda bizda endi multikameraga o'tdik. Bizda hozir mana bu materialimiz multikameraga o'tdi. Lekin bizda mana bu oynamiz multikameraga moslashgani yo'q. Biz uchun mana bu ikonka kerak bo'ladi. Mana bunaqa toggle multikamera view bor. Sizda yo'q bo'ladigan bo'lsa, plusni bosasiz va mana bu oynani toggle multikamerani topasizda, shuni tortib pastga tushirib qo'yasiz va sizda o'keyni bosasiz. Va mana marhamat, sizda endi multikameraga o'tadigan nuqta, ya'ni o'sha ikonka bor. Shuni sizga bitta bosasiz va marhamat, siz multikameradasiz. Keling biz keyingi ixoniga o'tamiz. Ko'rdingizmi, bu yerda multikamera ishlamayapti. O'shaning uchun birinchi mana bu yurgichimiz ko'rayotgan kadrni ikkalasiga ham qo'yib qo'ya qoladi va tamom. Next qilish endi agar mani klaviaturamni ishlatayotgan bo'lsangiz, ikkinchi yo'li bor. Shunchaki klaviaturangizda plus bilan enterni bosasiz, nest qilasiz klaviaturadan. Osonroq yo'l, tezroq bo'ladigan yo'lida. Nested sequence bo'ldi-ku, baribir multikamera ishlamayapti. Endi nima qilishimiz kerak? Shunchaki sichqonchaning o'ng tugmasini bosamizda, yana multikameraga o'tib turib enable qilamiz. Xuddi disable enable qilgandek. Enable qilasiz. Mana marhamat, bemalol siz multikameraga o'tib ishlashingiz mumkin. Keling, hammasini biz multikamera qilib olamiz. Hammasini alohida o'sha 3 ta kamera o'chgan joyidan nest qolishingiz kerak, keyin adashmasligingiz uchun. Hammasini belgilab turib, keling biz multikamera qilib enable qilib qo'yamiz va bizda hamma materiallarimiz endi multikamerada ishlash uchun qulay, qisqasi. Endi yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Bu yerda savol tug'ilishi mumkin sizda. Men ko'rib turgan kamera mana 3 ta kamera, to'g'rimi? 4-kameradan keyin agar 5-kamera qo'shilsa nima bo'ladi? Bu yerda sig'may qolmaydimi, misol uchun? Buni o'ylab qo'yishgan. Bunaqa qiladigan bo'lsangiz, mana bu yerda sal kamroq joy oladida, kattalarni 9 ga bo'ladi. Mana bu 4 kattaga bo'lingan, 9 ga bo'ladi. Va siz 9 dan 10-siga o'tganingizda, o'sha kattalarni yana kichraytirib boraveradi va baribir bu joyga hamma kameringizni sig'dirib beradi sizga. Bundan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Mana shu joydan kessangiz bo'ladi. Kesasizda o'chirib yuborasiz. Ko'rib turganingiz mana bu efirda ketayotgan, ya'ni eksport qiladigan bo'lsangiz, shu holatida eksport bo'ladi. Bu holatida bunaqa eksport bo'lmaydi. Tushundingizmi? Mana bu efir, ya'ni o'sha eksport qilganingizda mana shu kadr ketadi degani. Bular esa sizga yashirin kameralarni ham sizga qulay bo'lish uchun program monitorni ochib bergan xolos. Faqat mana bu eksport bo'ladi. Endi biz boshlaymiz. Multikameradan foydalangan holat montaj qilishni. Demak, bu yerda hozir multikamera. Keling, ovozni o'chirib qo'ya qolaylik, bizga xalaqit qilmasligi uchun. Demak, ikkinchi kameraga o'tamiz. 2 ni bossangiz, ikkinchi kameraga o'tadi. Klaviaturangizda shundoq W ni tepasidagi 2 ni bosadigan bo'lsangiz, multikameraga ikkinchi kameraga o'tasiz. Play ketyapti, 3 ni bosasiz. 2 ni bosasiz, 1 ni bosasiz. Mana ketdi, ko'rdingizmi? Stop bitta bosadigan bo'lsangiz, mana birinchi kamera, mana keyingi kamera, o'sha bosgan paytingizda, play ketayotgan paytda bosgan paytingizda o'sha kameraga avtomatik tarzda o'tib ketadi. Ikkinchi kamera, bu ikkinchi kamera, bu birinchi kamera mana. Ctrl Z bilan qaytsangiz bo'ladi. Misol uchun, to'xtab turgan paytingizda agar bosadigan bo'lsangiz, kamerani o'zgartiradigan bo'lsangiz, ya'ni bu yurgichimiz yurmayapti, to'g'rimi? Misol uchun, keyingi boshqa kameraga o'tadigan bo'lsangiz, mana shu kesilgan joydan ikkinchi kesilgan joygacha qanaqa kusok, mana bunaqa bo'lak turgan bo'lsa, o'shani hammasini boshqa kameraga o'zgartiradi. Yurgich yurib ketayotgan paytida 2 ga o'tadigan bo'lsangiz, o'sha joyidan kesadida, o'sha yurgich o'tib ketayotgan joyidan kesadida va o'sha keyingi bo'lakni boshqa kameraga o'zgartiradi. Shu paytgacha ko'rib kelayotgan joyini o'zgartirmaydi-da, o'sha siz bosgan joyingizdan boshqa kameraga o'tadi. Tushundingizmi? Va misol uchun ko'rib turibsiz, misol va 3 ga o'tasiz va bizda mana
Bu yoqdan bosganimizdan keyin avtomatik tarzda o'zi o'tib kesib ham qo'yadi va keling mana bu kusokni biz boshqa kameraga, ya'ni umumiy planga o'tkazmoqchimiz, общий planga. Shunchaki mana shu holatda play ketmayapti. Shunchaki birni bossangiz kesilgan joyigacha mana shu bo'lakni birinchi kameraga o'zgartiradi. Buni tushundingiz deb o'ylayman. Play ketayotganda boshqacha, to'xtab turganda boshqacha. Misol uchun mana bitta kesilgan joyi bor, to'g'rimi? Ikkalasini ham kadri bir xil. Misol bu ham umumiy plan, bu ham umumiy plan. Mana bu sizga xalaqit qilayotgan bo'lsa, shunchaki ustiga bosasiz, mana bunaqa qizil chiziq bo'lgandan keyin F bossangiz, shunchaki ulaveradi mana shunaqasiga. Umuman olganda kesilgan holatida ham hech narsa o'zgarmaydi. Chunki kadr bitta-ku plan. Sizda shunaqa bo'lishi mumkin, demak, mana bu kadr ketyapti-da, mana bunaqa qilib, mana bunaqa ko'p plan bo'lib ketishi mumkin-da, har xil misol uchun. Buni har bittasini mana bunaqa qilib to'g'rilab o'tirmang-da. Hammasini shunchaki belgilab o'chirib yuborsangiz bo'ladi. Qo'rqmang, bu yerdan hech qanaqa material o'chib ketgani yo'q. Shunchaki mana bu yerdan davomini ochib olasiz. Shunda sizda o'sha paytdagi multikameralar ochiladi. Ishlayotgan paytingizda ham shuni esdan chiqarmang, mana bu videoni surib yubormang. Bu hech qanaqa audio faylga link qilinmagan bo'ladi. Link qilib qo'yishni ham esdan chiqarmang, link unlink qilishlarni. Bu hammasini belgilab turib, mana bu yerdan link qilib qo'yishingiz kerak. O'shanda bemalol mana bunaqa qilib sursangiz bo'ladi shu fayllarni. Mana o'zim planim yoqmayapti. Mana tepada joy ko'p deylik. Salgina yaqinlashtirib motion bilan to'g'rilashim kerak edi. Endi buning uchun biz uni nastroykasini o'zgartirishimiz uchun multikamerani orqaga qaytarishimiz kerak. Ya'ni o'sha nest sequence'ga olib qaytarishimiz kerak. Buning uchun biz hech qachon o'ng tugmasini bosamiz-da va mana bu yerda xuddi enable disable qilgandek. Enable ustiga shundoq bosasiz, shunda disable bo'ladi va bizda nestga yana qaytamiz. Bu nest ichiga kirsak, mana bizda o'sha nestni ichidagi fayllar ochiladi. Nest bu shunchaki bitta idishda, o'sha idishga kamera kadrlarni tiqsangiz bo'ladi va uni bittada o'qiydigan bitta idish deb hisoblang. Shunchaki hozir shunday tushunsangiz bo'ladi. Va uni ichiga kirsangiz bo'ladi va o'sha biz 3 ta kamerani ham bittada ochsak bo'ladi va uni har bittasini alohida ishlasak bo'ladi. Endi biz misol uchun menga bosh kadr yoqmayotgandi. Bemalol endi uni nastroykasini bunday yaqinlashtirib qo'ysak bo'ladi motiondan, to'g'rimi? Va bu yerdan boyagina enable qilib shu holatida prosta o'ngga chapga surib qo'ymang. Bu yerdan chiqib ketsangiz bo'ladi va bemalol mana buni endi enable qilib qo'ysangiz, mana planingiz ko'rdingizmi, o'zgardi. Endi buni nimaga o'rgatdim men? Misol uchun mana buni yuziga qaytaraylik, sizga tushuntirishim uchun. Shunaqa holat bo'ladi. Misol uchun mana bunday kesib qo'yasiz-ku, kesib montaj qilasiz. Mana bunaqa qilib nestdan tashqarisidagidan alohida o'zgartirsangiz, mana bunaqa o'zgartirsangiz, keyingi plan baribir yana o'shanaqa holatga qaytib qoladi. Har bitta plandan o'zgartirib chiqsangiz ham bo'ladi, lekin bu juda ham ko'p-ku, to'g'rimi? Ko'p vaqt oladi, juda ham mayda ish bo'lib ketadi-da. Shunchaki o'sha planni agar o'sha kadringiz qimirlamaganiga aniq ishonsangiz, ya'ni boshqa odamni olmayotganiga, misol to'y montaj qilayotgan bo'lishingiz mumkin yoki birorta podkast montaj qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Endi qaraysiz-da, boshqa planga o'zgarmagan holatda bo'lgan bo'lsa, ya'ni ko'rsatuv boshdan oxirigacha o'shanda turgan bo'lsa, multikamerani nestga qaytarib, keyin o'shani ichidan o'zgartirib qo'ysangiz, shunda har bitta mana bunaqa kusokni alohida o'zgartirayotmaysiz. Lekin planingiz har 5 sekundda o'zgaradigan bo'lsa, kim gapirsa o'shani oladigan bo'lsa, mana shunday holatda, ya'ni o'sha multikameradagi holatda ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Endi qaysi payt sizga qanaqasi qulay bo'lsa, o'shandan foydalaning. Xo'p, demak, buni ham tushundingiz. Keling, mana buni salgina taxlab olamiz. Nest qilib, boyaga multikameralarimizni nestini ham nestga tiqib qo'ysangiz, sizga keyin mana bu program monitorda unaqa xalaqit qilmaydi. Mana buni esa исходник deb qo'ying va bo'ldi. Siz mana bu sekvensiya esa bizda 9-dars bo'ladi. Mana. Endi qolgan исходникlarni mana bu orasini qo'shib yuborsangiz bo'ladi bir-biriga. Keling, endi shu paytgacha ovoz bilan ishlash uncha tushuntirmaganim uchun ovozga ham to'xtalamiz. Bizda doim multikamera bilan ishlaganda operatorlar sizga исходник materialni olib kelganida qaysidir kameraga mikrofon ulangan bo'ladi, agar zoom bo'lmasa. Qaysidir kameralar esa faqat stroyni o'zini
kamerani o'zidagi mikrofoniga yozgan bo'ladi. Kamerani o'zidagi mikrofon unaqa tiniq yozmaydi. O'shaning uchun ham mana bunaqa petlichkalardan foydalanadi. Mana bu yerda turibdi menda. Shu petlichka, ya'ni mikrofon mana общий planga ulangan hozirgi holatda. Va bizda asl beda ham o'sha mikrofoni общий planga ulangan, mana shu planga. Tushunasiz? Ikkalasi ham bitta kameraga ulangan va mani planimdagi kamerada, bu plandagi kamerada faqat kamerani o'zidagi встроенный mikrofon yozyapti. Endi biz nima qilamiz? Buni topamiz o'zimiz ruchnoy. Demak, mutni o'chiramiz, eshitib ko'ramiz bir boshidan. Demak, bu yerda hozir multikamerani o'rganish uchun 3 ta kamera. Salbiy orog'ini eshitsangiz, Shogirdingiz bilan agar naushnikda montaj qilayotgan bo'lsangiz, hozir naushnikda o'rganayotgan bo'lsangiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, left right deydi-ku, o'ng chap quloqdan eshitilishi. Bu petlichka shunaqaki, agar ikkita petlichkani bitta kameraga ulaydigan bo'lsangiz, shunaqa ulanadi, baribir bazasi bitta. Bu o'ng chapga bo'lib beradi siz anaqangizni, mikrofoningizni. Chap quloqga bitta mikrofon, o'ng quloqga bitta mikrofon ishlaydigan qilib qo'yadi. Bu ham montaj jihatidan, ya'ni material jihatidan brak hisoblanadi. Buni o'zingiz to'g'rilashingiz kerak. Va keyingilarini eshitamiz. Keling. Uni hozir to'g'rilaymiz. Mana ko'ryapsizmi? Mana bu doroshkada bizda eshitayotgan bo'lsangiz, mana xira ovoz eshitganmiz. eplab tanishtirish olmadim. Tinig'ini topasizda, qolganlarini agar sizga kerak bo'lmaydigan bo'lsa, o'chirib yuborishingiz ham mumkin. Endi bitta ikkita joyi bo'ladi, mikrofon parod qiladigan joyi bo'ladi, o'chib qolishi mumkin. O'shanda baribir hech narsa eshitilmagandan ko'ra mana shundan ham foydalansangiz bo'ladi. Endi biz bularni o'chirib yubormaymiz. Sizga ham maslahat bermayman o'chirib yuborish. Shunchaki disable qilib qo'yamizda. Va disable qilishni oldingi darslarda o'rgatganman. Disable qilib qo'yamiz, mana bitta pastga tushirib qo'yamiz. Yo 0 bo'lish kerak, bunga ham e'tibor bering. Bitta pastga tushirib qo'yamiz va mana bu doroshkadan biz kopiya olamiz. Altni bosib turamiz va pastga tushiramiz, 0 bo'lish kerak. Bizda endi ikkita ovoz bo'ldi. Shu joyda yana bitta narsani o'rganib ketishim kerak. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, tagida chiziq chizib qo'yibdi, to'g'rimi? Mana bu yerda pushtrang chiziq, bu tagidagisi ham pushtrang. Bu chiziq o'zi nimani bildiradi? Bu chiziq duplikat borligini bildiradi. Bitta sekvensda bitta narsadan ikkita bor degani. Bu duplikatda borligini bildiradi. Agar sizda bu ochiq turadi hozirgi holatda, buni yoqib qo'yish, agar sizga o'sha duplikatlar bor yoki yo'qligini bilib turishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu ключ ustiga bosasizda, shu duplikat frames markers ustiga bosib qo'ysangiz, agar yoqib turgan bo'lsa o'chirib qo'yadi. Agar yoqib qo'ysangiz, mana shunaqa duplikatini borligini bilib turasiz. Xo'p, buni ham tushuntirib ketdim. Xo'p, endi biz shunaqa qilishimiz kerak hozir. Men gapirayotganimda siz ikkita quloqingiz bilan ham eshitishingiz kerak. Asalbiy gapirayotganda ham ikkita quloqingiz bilan eshitishingiz kerak. O'shani left right'ini to'g'rilashimiz kerak. Buni to'g'rilash uchun esa ikkinchi doroshkani ovozini vaqtinchalik o'chirib turish kerak. Mutni bosamiz yoki bo'lmasa buni sini bu yoqqa birinchi doroshkaga yoqib qo'yamiz, eshitib turamiz. O'rganish uchun 3 ta kamera joylashtirdik. Крупный plan, общий plan, keyin bu yoqda крупный, asl big. Bizda hozir o'ng quloqdan eshitilyapti, chap quloqdan ham shu ovozni chiqarishimiz kerak. Shunchaki sichqoncha o'ng tugmasini bosib, audio channels degan yozuv bor, shuni ustiga bosasiz, ya'ni o'sha audio kanallariga o'tadi. Endi bu grafikka e'tibor beramiz. Bu grafikda nima deyilyapti? Bizda mana bu yerda media resource channel turibdi, to'g'rimi? Uni chap quloqidan ham ovoz chiqadi va o'ng quloqdan ham ovoz chiqyapti. Buni eshityapti, to'g'rimi? Va bizda klip esa bizning naushnikimiz, ya'ni o'sha klipdagi mana bu doroshkaga javob beradigan, ovoz eshitadigan joyi. Ana endi biz nima qilamiz? Biz media source'dagi ovozni chapdagisi kerak emas deymizda. Ya'ni chap quloqdagi. Chunki chap quloqdagisi asl bega bog'langan-ku mikrofon. O'shani o'chiramizda, o'ng quloqni yoqib qo'yamiz. Media source'ni naushnikdagi chap qulog'imiz ham media source'ni o'ngini eshitsin deymiz. Media faylni o'ng tomonini. Mana bu quloqni ham bu quloqga o'tkazamiz shunda. Va biz OK'ni bosamiz va marhamat, mana ovozim joylashtirdik. Крупный plan, общий plan, keyin bu yoqda крупный, asl
aslidagi Bizdagi o'ng quloqdagi ovozni ham chap quloqga o'tkazdik shu bilan birgalikda. Hamma faylda endi shunaqa bo'ladi. Endi Aslbeyning ovozini ham to'g'rilab olamiz. Mana Aslbeyning ovozi faqat chap tomondan eshitilyapti-yu. Ya'ni endi hamma darushkani tanlab olamizda, o'sha chapdagi narsani o'ngga ko'chirishimiz kerak. Hozir qilgan ishimizni teskarisini qilamiz. Hamma darushkani tanlab oldik, shu yo'ldagi darushkadagi hamma ovozni tanladik va audio channelsga o'tamiz. Va audio channelsda bizda chap quloqda Aslbeyning ovozi eshitiladi, to'g'rimi? Ana endi biz nima qilamiz? Media source'dagi ovozni chap tomonidagini eshitishimiz kerak. O'ng tomondagini eshitmasligimiz kerak, to'g'rimi? O'sha o'ng tomonda turgan tichkani olib tashlaymiz va naushnikimizni o'ng qulog'i mana bu bo'ladi, ya'ni klipdagi. Va o'sha o'ng quloqdagi oldidagi tichkani yoqib qo'yamiz. Endi sizga juda ham oddiy qilib tushuntiraman. Bu bizning media faylimiz, bu esa bizning naushnikimiz. Tushunasizmi? Bizning media faylimizdagi chap quloqdagi ovozlar mana shu bo'ladi. O'ng tomondagi ovozlar esa bu bo'ladi. Biz hozir chap tomondagi naushnikimizni ovozini shu media faylda chap tomondan olaylik va o'ng quloqdagi naushnikimizning ovozini ham media faylda chap tomondan olamiz degani. Buni maksimal sizga hozir oddiy qilib tushuntirdim. Buni qayta ko'rib ham o'zingiz tushunsangiz bo'ladi. Ana endi OKni bosamiz va ko'rib turganingizdek bizdagi hozir chap tomondagi ovozni, Aslbeyning ovozini o'ngga ham kopiya qildik. Mana bizning darushkada ham ozgina o'zgarish bo'ldi. Va shu bilan birgalikda ana endi bizda hozir darushkamiz o'zgardi-yu, mikrofonlarimiz, ya'ni o'sha faylimiz ko'rinishi o'zgardi. Shuning uchun endi dublikat yoqiq turgan holatida ham bizda darushkamiz bizda dublikat hisoblanmaydi, chunki bu ikkalasi ikki xil faylga aylandi. Endi ozgina praktika qilib ko'ramiz. Ovoz bilan qanaqa ishlash kerak va multikamera bilan birdaniga. Bu hozir men gapiryapman, faqat men gapiryapman. Aslbey jim o'tiribdi, misol uchun, to'g'rimi? Bizning suhbatdoshimiz. O'shaning uchun mana bu darushkani ham disable qilib qo'ysak bo'ladi. O'rganish uchun 3 ta kamera. Chunki bu ovozni yoqib qo'yadigan bo'lsak, baribir meni ovozim yaxshi eshitilmayapti. O'shaning uchun bu ovozni ham o'chirib qo'yishimiz kerak deb, menikini o'zimnikini yoqishimiz kerak. Shu bilan keyin bu yoqda krupniy Aslbeyga qaraylik. Aslbey gapirgan paytda, ya'ni bizning suhbatdoshimiz gapirgan paytda menikini o'chiramiz-da, disable qilamiz-da, unikini yoqamiz. Tegidagi shumlarini rangini o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi va kadrlarni ham rangini shunaqa o'zgartirsangiz bo'ladi. Va o'sha nimani rangini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, shunda tanlaysizda, bu yerda hozir disable bo'lib turibdi. Rangini o'zgartirish chiqarish uchun o'ng tugmasini bosasiz va labeldan bemalol rangini mana bunaqa roz qilib qo'ysangiz, endi adashmaysiz. Bu ikkalasi kamerani shum ovozi. Mana shu qismni o'zini kichkina qismini eksport qilib ko'ramiz. Buning uchun multikamera mana buni o'chiramiz-da va hammasini tanlab turib blokka olamiz. Buni oldingi darsda eksport qilishni ko'rsatgandim. Ctrl M bosamiz va keyin buni рабочий stolga eksport qilib qolamiz. 9-dars MP4 saqlaymiz qilamiz va qolgan narsalarini match source adaptive bitrate'ga o'tamiz va eksport qila qolaylik. Encoderga o'tkazmasdan kichkina narsa-yu, bitta narsa keyin. Mana bizda 9-dars deb chiqdi. Demak, bu yerda hozir multikamerani o'rganish uchun 3 ta kamera joylashtirdik. Krupniy bilan, общий bilan, keyin bu yoqda krupniy Aslbeyga qaraylik. Demak, menimcha yetarlicha o'rgandik multikamerani va ovoz bilan ham ishlashni o'rgandik. Leftdan rightga, rightdan leftga o'tkazishni ham o'rgandik. Naushnik bilan ishlashni. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosing va kommentariy bildiring va kanalimga podpisatsiya bo'lishni ham esdan chiqarmang. Telegram kanalim bor, hamma kerakli fayllarni o'shdan olishingiz mumkin. Agar birorta savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bizda Telegram gruppa ham bor. O'sha gruppada biz birgalikda hozir montaj o'rganyapmiz. Sizni ham o'sha gruppaga taklif qilaman. Bu gaplarni gapirishman, darsni tayyorlash jarayonida esimdan chiqib ketibdi, shunaqa qilib yetib qo'ya qoldim.